Odam bolasiga shikoyat qilma birodar, chunki kim bo'lishidan qat'iy nazar, ro'parangda turgan odam, u ham odam. Senga foyda ham, zarar ham keltira olmaydi. Chunki foyda, zarar keltirish Alloh taoloning qo'lida. Ro'parangizda turgan odamga shikoyat qildingiz. Do'stingiz bo'lsa, uni siqilib qayg'urishiga sabab bo'ldingiz. Hech narsa o'zgarmadi. Agar dushmaningizga shikoyat qilgan bo'lsangiz-chi, bilmaysiz, shikoyat qildingiz, dushmaningiz u aybingizni ko'chaga olib chiqadi. Mana shunday bir qiyin holatda qalbida xushusi bor mo'min soatlab Alloh bilan birga qoladi. Zikrda, duoda bo'ladi. Ishi tushmayapti, uyi yo'q, uylana olmayapti. Bunaqa odam Robbisi bilan uzoqroq birga bo'lsin, uzoqroq iqbol qilsin, xushuli bo'lsin. Alloh albatta uni mushkullalarini hal qiladi.